Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi mavzu juda muhim. 2020 yildan 2024 yilgacha pensiyalar indeksatsiya hisobiga real qancha oshdi? Ko'pchilik pensiyam oshdi deyishadi, lekin qo'limga qancha qo'shildi? Foiz bilan aytilyapti, men so'mda qancha yutdim? Nega qo'shnimniki ko'proq oshdi? Menga kamroq qo'shildi degan savollar bilan yuribdi. Bugun men shu masalani oddiy tilda, aniq raqamlar bilan tushuntirib beraman. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotganlar uchun, balki yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlar, ota-onasining pensiyasini tekshirayotgan farzandlar, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar uchun ham juda muhim. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men faqat foizlarni emas, real summalarni, misollarni, xatolarni va nima qilish kerakligini ham aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar odamga pulini, huquqini va vaqtini asrashga yordam beradi. Pensiya indeksatsiyasi deganda ko'pchilik shunchaki pensiya oshishini tushunadi. Aslida indeksatsiya bu davlat tomonidan pensiya va ayrim nafaqalarning inflyatsiya, narx-navoning ko'tarilishi, byudjet imkoniyatlari va ijtimoiy himoya siyosatiga qarab qayta ko'rib chiqishdir. Ya'ni sizning pensiyangiz 20 million so'm bo'lsa, 10% indeksatsiyadan keyin u 20 million 100 ming so'm bo'ladi. Keyingi safar yana foiz oshsa, u 20 millionga emas, oldingi oshirilgan summaga nisbatan hisoblanadi. Demak, 20 million 1 ming so'm foizga oshsa, 20 million 2 ming so'm bo'ladi. Mana shu joyda ko'pchilik adashadi. Odamlar 2020 yilda 10%, 2020 yilda 10%, yana 10% bo'lsa, demak jami 30% bo'ldi deb o'ylaydi. Yo'q, bunday emas. Pensiya ketma-ket indeksatsiya qilinganda foizlar oddiy qo'shilmaydi. Ular ustma-ust ko'payadi. Shuning uchun real o'sish ko'pincha odam o'ylagandan kattaroq bo'ladi. Masalan, 10%, yana 10%, yana 10% bu 30% emas, 33% ga yaqin o'sish beradi. Chunki ikkinchi va uchinchi oshirish allaqachon oshgan summaga nisbatan qo'llanadi. 2020-2024 yillarda pensiya tizimida asosiy o'zgarish shundan iborat bo'ldiki, pensiyalar bir necha bor foiz asosida oshirildi. Eng kam pensiya va ayrim ijtimoiy nafaqalar bo'yicha ham alohida miqdorlar belgilandi. Lekin har bir odamning pensiyasi bir xil summaga oshmadi. Sababi kimdir 6 ming so'm olgan, kimdir 1 million 200 ming so'm olgan, kimdir 2 million so'm olgan. Foiz bir xil bo'lsa ham, so'mdagi qo'shimcha har xil bo'ladi. Men bu yerda asosiy umumiy indeksatsiyalarni tushuntiryapman. Amaliyotda ayrim toifalar bo'yicha alohida qo'shimchalar, eng kam miqdorlarga yetkazish, qayta hisoblash, ish staji yoki ish haqi hujjatlari sababli farqlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir odam o'z pensiya ishini alohida tekshirtirishi kerak. Lekin umumiy manzarani tushunish uchun quyidagi hisob-kitob juda foydali. Agar bir pensionerning 2020 yil boshidagi shartli pensiyasi 20 million so'm bo'lgan deb olsak, keyingi indeksatsiyalar qo'llanganda uning pensiyasi bosqichma-bosqich taxminan shunday o'zgaradi. 2020 yilda 10% oshirilganda 1 million so'm, 1 million 1 ming so'm bo'ladi. 2020 yilda yana 10% oshirilsa 1 million 1 ming so'm, 1 million 2 ming so'm bo'ladi. 2020 yilda yana bir 10%lik oshirish qo'llansa 1 million 2 ming so'm, 1 million 330 ming so'mga chiqadi. 2022 yilda 2%lik oshirish qo'llansa 1 million 330 ming so'm, 1 million 490 ming 720 so'm bo'ladi. 2022 yilda yana 10%lik oshirish qo'llansa 1 million 790 ming 720 so'm, 1 million 690 ming 792 so'm bo'ladi. 2023 yilda 7%lik oshirish qo'llansa bu summa 1 million 724 ming 577 so'm atrofida bo'ladi. 2023 yilda yana 7%lik oshirishdan keyin 1 million 977 ming 397 so'mga yaqinlashadi. 2024 yilda 25%lik oshirish qo'llanganda esa 2 million 140 ming so'm atrofidagi summaga chiqadi. Demak, agar pensiya 2020 yil boshida 20 million so'm bo'lgan va barcha umumiy indeksatsiyalar unga to'liq taalluqli bo'lgan bo'lsa, 2024 yil oxiriga kelib u taxminan 2 million 128 ming so'mga yetishi mumkin. Bu yerda real o'sish 1 million 128 ming so'm atrofida. Foizda aytganda esa pensiya taxminan 1.5% dan ko'proq oshgan bo'ladi. Ya'ni 2 barobardan ham ko'proq. Endi shu hisobni boshqa boshlang'ich pensiyalar misolida ko'raylik.
agar 2020 yil boshida pensiya 5 ming so'm bo'lgan bo'lsa, xuddi shu indeksatsiyalar natijasida 2024 yilga kelib, u taxminan 1 million 9 ming so'mga chiqadi. O'sish 9 ming so'm atrofida. Agar pensiya 700 ming so'm bo'lgan bo'lsa, 2024 yilga kelib taxminan 1 million 510 ming so'm atrofida bo'ladi. O'sish 210 ming so'mga yaqin. Agar pensiya 1 million 500 ming so'm bo'lgan bo'lsa, 2024 yilga kelib 3 million 227 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. O'sish 1 million 737 ming so'm atrofida. Agar pensiya 2 million so'm bo'lgan bo'lsa, u taxminan 316 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. O'sish 2 million 316 ming so'mga yaqin. Mana shu yerda juda muhim xulosa bor. Foiz bir xil, lekin qo'shilgan pul har xil. 500 ming so'm pensiya olgan odamga 10% oshsa 70 ming so'm qo'shiladi. 2 million so'm olgan odamga 10% oshsa 200 ming so'm qo'shiladi. Shuning uchun odamlar orasida nega unga ko'proq qo'shildi degan gap ko'p chiqadi. Sababi ko'pincha adolatsizlik emas, boshlang'ich pensiya summasining o'zi har xil bo'lganidadir. Birinchi navbatda pensiyasi eng kam miqdorga yaqin bo'lgan odamlar o'z holatini tekshirtirish kerak. Chunki eng kam pensiya, minimal to'lovlar, ustamalar va ijtimoiy nafaqalar bo'yicha alohida qoidalar bo'lishi mumkin. Ba'zan odamning hisoblangan pensiyasi juda kam chiqadi, lekin davlat tomonidan belgilangan eng kam miqdorgacha yetkaziladi. Bunday holatda indeksatsiya qanday qo'llangani, qo'shimcha to'lov qanday hisoblangani muhim. Ikkinchi toifa ish staji to'liq bo'lmagan pensionerlar. Masalan, erkak kishi pensiyaga chiqish talab qilinadigan to'liq ish stajiga ega bo'lmasa yoki ayol kishida yetarli staj bo'lmasa, pensiya miqdori boshqacha hisoblanadi. Indeksatsiya baribir qo'llanadi, lekin boshlang'ich baza past bo'lgani uchun qo'shilgan summa ham kamroq bo'ladi. Shuning uchun bunday odam mening pensiyam boshqalarnikidek oshmadi deb o'ylashi mumkin. Aslida muammo indeksatsiyada emas, pensiyani hisoblash bazasida bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa. Pensiyaga 2024 yillar oralig'ida chiqqanlar. Agar odam 2022 yilda pensiyaga chiqqan bo'lsa, unga 2020 va 2020 yillardagi indeksatsiyalar bevosita pensiya oluvchi sifatida qo'llanmagan bo'lishi mumkin. U pensiyaga chiqqan paytdagi amaldagi tartib bo'yicha hisoblangan. Shuning uchun men ham 2020 yildan beri oshganini talab qilaman deyish har doim ham to'g'ri emas. Pensiyangiz qaysi sanadan tayinlangan bo'lsa, oshirishlar odatda shu sanadan keyingi davrga taalluqli bo'ladi. To'rtinchi toifa ishlovchi pensionerlar. Ba'zi davrlarda ishlovchi pensionerlarga pensiya to'lash, to'liq yoki qisman to'lash, qayta hisoblash bo'yicha turli tartiblar bo'lgan. Hozirgi holatda ham ishlayotgan pensionerlar mehnat staji, sug'urta badallari yoki ish haqi bo'yicha qayta hisoblash masalasini e'tibordan chetda qoldirmasligi kerak. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan bo'lsangiz, ayrim holatlarda pensiyani qayta hisoblatish imkoniyati bo'lishi mumkin. Kim xavotir olmasligi mumkin. Agar siz har bir oshirishdan keyin pensiyangizning yangi miqdorini olgan bo'lsangiz, plastik kartangiz yoki naqd to'lovda uzilish bo'lmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi ilovasida yoki bank xabarnomasida summa mantiqan oshib borgan bo'lsa, katta ehtimol bilan umumiy indeksatsiya avtomatik qo'llangan. Lekin baribir yiliga kamida bir marta o'z pensiya ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Birinchi misol, ona 2020 yil boshida 800 ming so'm yoshga doir pensiya olayotgan edi. Farzandlari oyimning pensiyasi oshdi, lekin qancha oshganini bilmaymiz deyishadi. Agar unga barcha umumiy indeksatsiyalar qo'llangan bo'lsa, 800 ming so'm 2024 yilga kelib taxminan 1 million 726 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bu yerda oshish 926 ming so'm atrofida. Endi oilaviy xarajatlar nuqtai nazaridan qarasak, bu pul kommunal to'lovlar. Dori-darmon, oziq-ovqat narxlari oshgan sharoitda juda muhim. Lekin narxlar ham oshgan uchun odam pensiyam 2 barobar bo'ldi, lekin baribir yetmayapti deyishi tabiiy. Ikkinchi misol. Ota 2020 yil sentabr oyida pensiyaga chiqqan. U 2020 yildagi oshirishlarni alohida talab qila olmaydi. Chunki u o'sha paytda pensioner bo'lmagan. Uning pensiyasi tayinlangan paytda amaldagi hisoblash mezonlari qo'llangan. Keyingi indeksatsiyalar esa pensiya tayinlangandan keyin qo'llanadi. Shu sababli ikki kishi bir xil yoshda bo'lsa ham, biri 2020 yilda, boshqasi 2022 yilda pensiyaga chiqqan bo'lsa, ularning o'sish tarixi bir xil bo'lmasligi mumkin. Uchinchi misol, ayol kishi 6 ming so'm atrofida pensiya olgan. Keyin
eng kam miqdorlar oshgani sababli uning pensiyasi belgilangan minimumga yetkazilgan. Bunday holatda u foiz bo'yicha hisoblasam boshqa summa chiqyapti deb hayron bo'lishi mumkin. Sababi uning pensiyasida ikki qism bo'lishi mumkin. Hisoblangan pensiya va eng kam miqdorgacha yetkazuvchi qo'shimcha. Indeksatsiya qaysi bazaga qo'llangani. Minimum qanday belgilanganini pensiya bo'limi aniq tushuntirib berish kerak. 4-misol, pensioner 2020 yilda 20 milyon 200 ming so'm olgan. 2024 yilga kelib uning pensiyasi taxminan 2 milyon 90 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Lekin u realda 2 milyon dardi-mehr ming olayotgan bo'lsa, darrov meni aldashyapti deb xulosa qilmaslik kerak. Avvalo, uning pensiyasi aynan qaysi sanadan boshlab qancha bo'lganini, ayrim oylar bo'yicha ushlab qolish bo'lgan bo'lmaganini, bank yoki pochta to'lovida qarzdorlik, aliment, kredit, ijro hujjati bo'lgan bo'lmaganini tekshirish kerak. Eng katta xato foizlarni oddiy qo'shish. Masalan, odam un, indich, 7-15 foizlarni qo'shib, jami shuncha foiz bo'lishi kerak deydi. Aslida har bir yangi foiz oldinga o'shirilgan summaga qo'llanadi. Shuning uchun hisoblashda ko'paytirish usuli ishlatiladi. Ilyon, keyin yana ilyon, keyin il, keyin il 7, keyin il 25. Shunda real natija chiqadi. Ikkinchi xato oy va sanani hisob qilmaslik. Masalan, oshirish sentabrdan boshlangan bo'lsa, u yanvardan boshlab butun yil uchun berilmaydi. Agar 20 milyon so'm pensiya sentabrdan 10% oshsa, odam yilning 8 oyida 20 milyondan 4 oyida 20 milyon 100 mingdan oladi. Shuning uchun yillik tushum boshqa bo'ladi. Bir oyda qancha olish boshqa, yil davomida jami qancha olish boshqa masala. Uchinchi xato, brutto va netto tushumni aralashtirish. Pensiya odatda soliqqa tortilmaydi. Lekin ayrim ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Masalan, sud ijro hujjati, ortiqcha to'langan summani qaytarish, bank qarzi yoki boshqa majburiyatlar. Shunda rasmiy pensiya bir xil bo'ladi. Qo'lga tushgan pul esa kamroq ko'rinadi. 4-xato, nafaqa va pensiyani aralashtirish. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, bola puli, moddiy yordam, bularning huquqiy tabiati har xil. Indeksatsiya hammasiga bir xil qo'llanadi deb o'ylash noto'g'ri. Kimdir pensiya oladi, kimdir nafaqa oladi. Shuning uchun avvalo siz olayotgan to'lovning nomini aniq bilish kerak. 5-xato, qo'shnining summasi bilan solishtirish. Qo'shningiz siz bilan bir mahallada yashashi, bir yoshda bo'lishi mumkin, lekin ish staji, ish haqi, lavozimi, arxiv hujjatlari, imtiyozli davrlari, harbiy xizmat, zararli ish sharoiti, nogironlik guruhi bo'yicha farq bo'lishi mumkin. Pensiya shaxsiy hisob-kitob. Uni faqat falonchi shuncha olyapti deb baholab bo'lmaydi. Birinchi qadam pensiyangizning 2020, 2022, 2023 va 2024 yillardagi oyma-oy tushumlarini yozib chiqing. Bank kartangiz bo'lsa, bank ilovasidan ko'chirma oling. Pochta orqali olgan bo'lsangiz, mavjud kvitansiya yoki to'lov ma'lumotlarini yig'ing. Agar hujjatlar bo'lmasa, pensiya jamg'armasini tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilib, pensiya to'lovlari bo'yicha ma'lumot so'rang. Ikkinchi qadam, pensiya tayinlangan sanani aniqlang. Bu juda muhim. Sizning pensiyangiz 2019 yilda tayinlanganmi, 2020 yildami yoki 2024 yildami? Indeksatsiya tarixini shunga qarab tahlil qilish kerak. Pensiya tayinlash qarori, pensiya guvohnomasi yoki elektron ma'lumotlarda bu sana ko'rsatiladi. 3-qadam, pensiya turini aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Har bir tur bo'yicha hisoblash va minimumlar farq qilishi mumkin. Murojaat qilayotganda mening pensiyam deb umumiy aytish yetarli emas. Aniq nomini ayting. 4-qadam, pensiya jamg'armasiga yozma ariza bering. Og'zaki so'rash ham mumkin, lekin muhim masalada yozma murojaat kuchliroq. Arizada shunday yozish mumkin. Mening pensiyam 2020-2024 yillarda amalga oshirilgan indeksatsiyalar bo'yicha to'g'ri qayta hisoblangan, hisoblanmaganini tekshirib berishingizni. Har bir oshirish sanasi bo'yicha pensiya miqdorim qanday o'zgargani haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Arizaga pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank ko'chirmasi bo'lsa, ularni ilova qiling. 5-qadam, agar javob tushunarsiz bo'lsa, qayta izoh so'rang. Ko'p odamlar rasmiy javob oladi, lekin undagi raqamlarni tushunmaydi. Bunday paytda menga oddiy tilda sanalar va summalar kesimida tushuntirib bering deb yana murojaat qilish mumkin. Fuqaro o'z pensiyasi qanday hisoblanganini bilishga haqli.
Oltinchi qadam, arxiv hujjatlarini tekshiring. Ayniqsa Sovet davrida yoki 1910 yillarda ishlaganlar uchun ish haqi va stav hujjatlari juda muhim. Ba'zan pensiya kam chiqishiga indeksatsiya emas, balki arxivdagi ish haqi ma'lumotlari to'liq olinmagani sabab bo'ladi. Agar sizda eski mehnat daftarchasi, buyruqlar, maosh ma'lumotnomalari, tashkilot arxivi haqida ma'lumot bo'lsa, ularni yig'ib pensiya bo'limiga taqdim eting. 7-qadam, noto'g'ri hisoblash aniqlansa, qayta hisoblashni talab qiling. Agar pensiya noto'g'ri tayinlangan yoki indeksatsiya noto'g'ri qo'llangan bo'lsa, uni tuzatish mumkin. Lekin buni isbotlash uchun hujjat, yozma javob va aniq hisob-kitob kerak bo'ladi. Shuning uchun hamma gapni telefon orqali emas, imkon qadar yozma ravishda olib boring. Ko'pchilik faqat hozir o'yga qancha olyapman deb qaraydi. Lekin 2020-2024 yillardagi real foydani tushunish uchun yillik tushumni ham ko'rish kerak. Masalan, 2020 yil boshida 20 million so'm pensiya olgan odamni olaylik. Agar oshirish yil o'rtasida yoki yil oxiriga yaqin bo'lgan bo'lsa, u butun yil davomida yangi summani olmaydi. Shu sababli 2020 yilda yillik tushum taxminan 2 million emas. Oshirish sanasiga qarab 2 million 400 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. 2020 yilda 2 marta oshirish bo'lsa, yil davomida bir necha xil oylik summa bo'ladi. Avval eskiroq summa, keyin oshirilgan summa, keyin yana oshirilgan summa. Natijada yillik tushum 1 million so'mdan oshadi. 2022 yilda navbatdagi indeksatsiyalar bilan yillik tushum yanada ko'payadi. 2023 yilda 7% oshirishlar hisobiga yillik tushum 2 million so'mdan yuqorilashi mumkin. 2024 yilda esa sentabrdagi 25% oshirishdan keyin yilning oxirgi oylarida pensiya ancha yuqori bo'ladi. Lekin u faqat sentabrdan keyingi oylar uchun qo'llanadi. Bu nima uchun muhim? Chunki odam ba'zan 2024 yilda pensiyam 2 million 100 ming bo'ldi. Demak, yil davomida 25 million 506 ming olgan bo'lishim kerak deb hisoblaydi. Yo'q, agar bu summa sentabrdan boshlangan bo'lsa, yanvar, avgust oylarida undan pastroq summa olingan bo'ladi. Demak, yillik jami tushumni alohida hisoblash kerak. Xulosa shuki, 2020-2024 yillarda pensiyalar bir necha bosqichda oshirildi va ketma-ket indeksatsiya natijasida ko'plab pensionerlarning oylik pensiyasi 2 barobardan ko'proqqa o'sgan bo'lishi mumkin. Lekin har bir odamning real summasi boshlang'ich pensiya miqdori pensiya tayinlangan sana, pensiya turi, ish staji hujjatlari va qo'shimcha to'lovlariga bog'liq. Eng muhim narsa, foizlarga aldanib qolmang. So'mdagi real summani hisoblang. Qo'shningiz bilan emas, o'zingizning hujjatlaringiz bilan solishtiring. Agar shubha bo'lsa, pensiya jamg'armasidan yozma ma'lumot oling. Bank ko'chirmalarini saqlang. Pensiya tayinlangan sanani biling. Arxiv hujjatlaringizni tekshiring. Sizning fikringiz men uchun juda muhim. Izohlarni yozing. 2020 yilda pensiyangiz qancha edi? 2024 yilda qancha bo'ldi? Hisob-kitoblar mos kelyaptimi yoki farq bormi? Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida bitta to'g'ri ma'lumot ham odamga katta pulini saqlab qolishga yordam berishi mumkin.